Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli hoji dodalarim, onajonlarim, ojizlik bilan qilayotgan ibodatlarimizdan hatto kamchiliklarni Robbimiz azza va jalla o'zi afv aylagan bo'lsin. O'ziga haqiqiy qul Janobimiz sallallohu alayhi va sallamga chin ummat bo'lib yashab o'tish baxtini bersin hammamizga. Ko'tarib qo'ymasin bu narsani. Alloh nasib qilib erta o'tib indingi vatanimizga qaytasin endi. Bu yoqdagi shukuh, bu yoqdagi Allohga bo'lgan muhabbat, uni rasuliga bo'lgan muhabbat, ibodatga bo'lgan muhabbatni hamma o'zini qalbida ushlab qolishi, xuddi shu shukuhda umrini oxirigacha yashash orzu qiladi. Chunki solishtirib ko'riladi deb kelganda, avvalgi holati va hozirgi holati, bu yoqdagi bo'layotgan ishlarni ko'rib turib, qilgan o'tib ketgan umridan afsuslanadi. Va endi qolgan umrini xuddi shu tarzda o'tkazishga harakat qiladi. Buning uchun nima kerak? Aytaylik, misol uchun men qo'shnimiz G'ofir akani onalari olamdan o'tib qolibdilar desam, nari borsa inna lillahi deysalar, lekin hech kim ishtahasi ham bo'g'ilmaydi, kayfiyati ham tushmaydi. Lekin sizlarning ota-onalarni haqorat qilinsa, tilga pora qilib tashlaysizlar bizani. Nimaga bunaqa qilsa? Sizlar ota-onalarni taniganingiz uchun ota-onalarga muhabbatingiz bor. G'ofir akani ota-onasini tanimaganingiz uchun o'shunga muhabbatingiz yo'q. Inson Robbisini tanisa, Robbisiga nisbatan muhabbati bo'ladi. Robbimiz azza va jallani misli yo'q. Nimani hayolingizga keltiring, u boshqa narsa bo'laveradi. Va uni ziddi ham yo'q. Ya'ni aytaylik, tosh qattiq bo'lsa, nimadir yumshoq bo'ladi. Nimadir cho'ksa, nimadir cho'kmaydi. Allohning ziddi ham yo'q. Odatda inson bir narsadan qo'rqsa nima qiladi undan? Qochadi, to'g'rimi? Lekin Allohdan qo'rqqan odam doim Allohga qarab yuradi. Allohga boradi. O'shaning uchun Robbimiz azza va jallani misli yo'q. Biz Robbimiz azza va jallani tanigan sarimiz, ishoninglar, eng zo'r suhbatdosh, eng zo'r madadkorligini tushunib yetib boramiz. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun eng birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ishlardan bittasi, uyga qaytib borganinglardan keyin Hazratda iymon degan kitoblari bor. Ana o'sha iymon degan kitoblarida Robbimiz azza va jalla bizning aqlimiz ko'tara oladigan, bizni tushuna oladigan ismlarini, sifatlar yoritib berilgan. O'shani o'zimiz o'rganishimiz va farzandlarimizga o'rgatishimiz kerak. Janobimiz sallallohu alayhi va sallamga Robbimiz azza va jalla gapiradiki, sizdan may haqida so'rashadi, sizdan fol haqida so'rashadi, sizdan u haqida so'rashadi. Ayting deydi. Sizdan men haqimni so'rashadi degan joyda bo'lsa, ayting degan so'z ham ishlatmaydi. Sizdan men haqimni so'rashadi, men ularga jon tomirlaridan ko'ra ham yaqinman deydi. Robbimiz azza va jallaga bitta mu'minni jonini olayotganda qiynalganini ko'rib turgandan ko'ra, butun yaratgan narsani yo'q qilib tashlab, boshqatdan yaratish menga oson deydi. Faqat biz Robbimizni tanishimiz kerak, boshqa narsa emas. Robbimiz azza va jallani bandalarga shu darajada mehribonki, uni hech qanaqa tarozda tortib bo'lmaydi. Men sizlarga kechagi o'qigan darsimizdan hozir bitta savol beraman. Janobimiz sallallohu alayhi va sallamni dars o'tish uslublari shunaqa bo'lgan. Inson fikrlasa, savol-javob qilsa, o'sha dars esda qoladi. Savol-javob qilmasa, esdan chiqib ketadi. Birinchi savolimiz shundan iboratki, bir insonni beadobligi tufayli Allohni undan madadi uzilib qolishi. Bir bandaga Alloh madad bermay qo'ydi. Nima tushunasizlar shundan? Madad bermayapti bitta bandaga. Madadini uzib qo'yibdi o'sha bandadan deganda nima tushunasizlar? Biz e'tibor bermaydigan narsamiz bu yoqda Ibn Atolloh Sakandari aytmoqchi bo'lgan narsa nima? Alloh bir bandani beadobligi uchun undan madadini uzib qo'yishi bir bandani uzoq muddat bir maqomda qo'yib qo'yadi. Nima tushunamiz? 5 mahal namozni o'ta olmayapsizmi? Tahajjudingiz yo'qmi? Zuhur namozingiz, nafillaringiz yo'qmi? Demak, Alloh sizdan madadini uzgan bo'ladi. Qo'shimcha ro'zangiz yo'qmi? Demak, Alloh sizdan madadini uzgan bo'ladi. Qo'shimcha nafil zikrlaringiz yo'qmi? Demak, Alloh sizdan madadini uzgan bo'ladi. Biz hech shu narsani o'ylab ko'ramizmi?
Hech menimcha hozir hech kim hayoliga kelmadi bu narsa. Alloh madadini uzib qo'ydi deganda. Allohga yaqinlashdi, bo'l o'sha yerda qotdi. O'sha pog'onada turibdi, o'smayapti. Ana o'sha o'smasligini o'zi banda uchun agar bilsa, eng katta musibat. Allohga yaqinlashishni to'xtab qoldi. Yo'q, tungi namozi yo'q u bandani. Nafl namozi yo'q u bandani. Nafl ro'zasi yo'q, nafl zikri yo'q, qotib qoldi. Mana shu bandadan Allohning madadini uzilishi deyiladi. Bunga dalil bormi siz? Janobimiz sallallohu alayhi va sallam nima dedilar? Mo'min bandani kuni bugungi kuni, ertangi kundan, ya'ni avvalgi kunidan yaxshi bo'lish kerak. Ertangi kunisi bo'lsa, bu kunisidan yaxshi bo'lish kerak deganlar. Xo'p, bunga qanaqa erishsa bo'ladi? Nima bilan erishsa bo'ladi? Namoz bilan erishsa bo'ladimi? 24 soatdan oshira olmaysiz namozni. Ro'zachi 30 kundan oshira olmaysiz. Sadoqatchi 1 tiyindan boshlang, 1 tiyin, 2 tiyin, 3 tiyin qilib boringlar, lekin ma'lum bir joyga yetganda bo'ldi, to'xtaysiz, oshira olmaysiz. Nima bilan oshirsa bo'ladi? Illo bitta narsa bilan oshirsa bo'ladi. U ham bo'lsa ilm. Har kuni bitta hadis o'qiysiz, har kuni bitta savol javob eshitasiz. U narsaga amal qilar ekansiz. Demak, bugungi kuningiz kechagi kundan yaxshi bo'ldi. Mana hozir hammanglar Allohning madadini uzib qo'yishi bir bandaga katta musibatligini nimadaligini tushunib yetdinglar, to'g'rimi? Demak, bugungi kuninglar kechagi kundan yaxshi bo'ldi. Ana endi qarang-da. Robbimiz azza va jalla Qur'onda 4 ta ayolni zikr qiladi. Nuh alayhisalomni, Lut alayhisalom ayollarini, Fir'avnning ayolini va Maryam onamizni zikr qiladi. Ikkitasi payg'ambarning ayoli. Biri payg'ambarning onasi va eng zolim insonning ayoli. Inson qalban Allohga talpinsa, Allohga intilsa, qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar Alloh uni martabasini yuqori qilib qo'yadi. Hattoki payg'ambarning ayoli bo'lib turib ham qalban Allohga intilmasangiz, ming afsus bo'lsinki, oxiratingiz barbod bo'ladi. Shuning uchun jon hoji dodalarim, onajonlarim, bizning yo'nalishimizni, misol uchun Abdulla qori akam bilan bizning yo'nalishimizni namozga ruh kiritish, umraga ruh kiritish, hayotga ruh kiritish. O'shaning uchun bizning asosiy suhbatlarimiz shu haqida bo'ladi. Ishoninglar, ertaga sovchilar kelgandan keyin deganimizdan keyin bu jasadimizni tark etar ekan, bir marta aksi urganimizda beparvolik bilan alhamdulillah demaganimiz uchun afsus qilamiz. Chunki bir marta alhamdulillah deganga berilgan mukofotlarni ko'rib turib, nimaga men o'shanda alhamdulillah demadim deb xafa bo'lamiz. Umr o'zi qisqa narsa. Nuh alayhisalom zamonidagi odamlardan so'rashgan ekan, oxirgi zamon ummatining umri 60-70 yil bo'lar ekan. Nima maslahat berasiz ularga desa, umrini bitta sajdada o'tkazib yuborsin degan ekan. Kecha ustozimiz Yorqinjon domladan bir darslarni eshitdik. Hindistonda o'zingizlar bilasizlar, avval Angliyaning qaramog'ida bo'lgan, bolalarga pul to'plab turib Angliyaga o'qishga yuborishar ekan, o'qib kelgandan keyin bir buyuk ulug' bir martaba egasi bo'lsin deb. Bir yosh yigitcha yoshligida adasiga aytar ekanda, menga ko'p topib kelib bering, fil rasmi bo'lsin deb. Qon qilar ekanda, har kuni xarxasha qilar ekan. Adasi bechora ko'p topar ekan, lekin aynan filli rasmi bor ko'pdan topa olmas ekan. Oradan yillar o'tadi. Bola Angliyaga o'qishga ketadi. O'qishni bitirib kelib, Bombay shahriga hokim bo'ladi. Endi faraz qiling, hokim bo'lib kelyapti. Uni hamma tabriklagan chiqqan, hamma sovg'a salomlar bilan tursa, adasi Hoji dodam degan yosh ulug' bo'lib qolgan paytda munkunlab helikopterni topib keladi. Mana bolam, sen aytgan kopterni topdim desa, nima qilganingiz bu ada hammani oldida uyaltirdingiz-ku deydi. Shunday aytadiki, jonim bolam, men seni tavsiya etmoqchiman deydi. Katta bo'lgan paytingda, yoshligingda so'ragan yoki yoshligingda qilgan ishingdan uyalyapsanmi? Demak, sen hali ko'chadigan joyingda, umuman hayoting davomida qiladigan ishlardan uyaladigan holating bor. Shunaqangi hayot yashab o'tginki, ko'chib o'tganingdan keyin yashab o'tgan hayolingdan uyalmagin. Xotirjam bo'lgin. Bu masaladan olinadigan narsa shu. Biz ko'chib o'tganimizda, yashab o'tganimizga uyalishimiz kerak emas. Xotirjam bo'lishimiz kerak. Savol berish savobmi? Javob berish savobmi?
Robbimiz azza va jalla Anbiyo surasining 7-oyatida aytadiki, ey odamlar dedi, agar bilmasangizlar zikr ahlidan so'rang dedi. Savol berishda ko'proq savob bor. Qur'onda ikkita oyat kelyapti. Ikkinchi oyati Nahl surasining 40-oyatida yana kelyapti. Ey odamlar, agar bilmasangizlar zikr ahlidan so'rang deyapti. Al-Adabul Mufrad Imom Buxoriyni yig'gan Sahih Buxoriylaridan aynan faqat odobga tegishli bo'lgan kitoblarni hadisdan ajratganlar. Hazrat Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf yig'gan kitoblari. Mana shu kitobni olib tushib turib, mana endi Ka'batulloh oldida o'zingiz singlimiz bilan, siz onajonim qizlaringiz bilan bittadan hadis o'qisanglar ham o'tirib ayoda Ka'batulloh oldida. Makka mukarramada ilm olganlar, hadis o'rganganlar ro'yxatiga tushasizlar. Kimga savob bo'ladi bilasizlarmi endi? Kimga? To'ppa-to'g'ri. Musulmon odam shunaqa egoist bo'ladi deydi-ku, o'zini o'ylaydi. Keyin hammaga targ'ib qiladi. Keyin Abdulloh qorakamlar ham savol berganlarda javob berganlar bor ekan. Shu yerda bo'lsanglar ikki kishi joynamoz tayyorlab qo'yganlar hadiyaga. Kim edi o'sha kishi? Qorakam ekanlar bittalari. Ayol javob beruvdan. Kim bir ayol kishi, bir erkak kishi edi. Ayollar javob beradi. Sen ikkinchisi kim edi? Dersi topib beradi. So'zimizni yakunida sizlarga nima aytmoqchi edim, nima iltimos qilmoqchi edim sizlardan. Inshaalloh vatanimizga qaytib borganinglardan keyin keladigan ziyoratchilarga Madina-i Munawvaraning odobi, Makka-i Mukarramaning odobi. Bu yerda asosan haligi o'rim yig'iladi-ku. Asosan savob yig'adigan ish nimadan iboratligi haqida, shu narsa haqida ko'p gapiringlar. Namozni to'g'ri o'qish, janoza namozini, juma namozini, tavof qilgandagi kayfiyat, shu narsalar haqida tushuntirib beringlar. Allohim hech qaysimizdan nasibamizdan uzib qo'ymasin. Hech qaysimizdan. Madina-i Munawvaradan, Makka-i Mukarramadan nasib uzilishi bu juda og'ir holat. Tavofga tushganingizda sizdan shu narsani iltimos qilgan bo'lardik. Tavof bu namoz deganlar janobimiz. Faqat tavofda gaplashish bor deganlarda xohlagan mavzuni gaplashish emas. Yaxshilikka dalolat qilish, yomonlikdan qaytarish mavzusida gaplashish bor. Telefonlarni iloji boricha olmasin. Aytinglarki, sen umraga keldingmi deinglar. Tushuntiringlarki, to haligi Safo Marvada tugab sochingni olmaguninggacha sen ibodatdasan, sen shu narsani to'g'ri tushungin deb to'g'ri tushuntirib beringlar, mazza qilsin. Bugun boya qorakaman aytayotdilar, sizlarda ya'ni en erkin kuninglar. Ertaga endi haligi yukinglarni yig'ishtirasizlar. Chunki inninga odatda bomdod namozidan keyin chiqib ketasizlar. O'zi Allohga buyruq berib bo'lmaydi. Lekin xayrlashayotganinglarda ham kelasi yilga yana kelinglar deb xayrlashmaylar. 1 yil. Katta muddat. Nima qilasiz kelasi yil deb? Tez kunlarda, yo'q, larini ham olib tashlaylar. Nima qilasiz larini qo'yib? Tez kunda deylar. Tez kunda yana kelinglar deylar. Allohimga oson, juda ham oson. Bu yoqqa hech kimni puli chaqirmaydi. Hech kimni mansabi chaqirmaydi. Faqat Alloh izn berganlik bilan, boshqa narsa emas. Keldinglar, mana shu jamoa Madina-i Munawvarada tanishdinglar, Makka-i Mukarramada birga ibodat qildinglar. Janobimiz sallallohu alayhi va sallamdan shunaqa ma'noda bir gap bor ekan, kim qaysi ish ustida birlashsa, tanishsa, do'stlashsa, inshaalloh qiyomat kuni shu ish ustida tiriladi. İnşallah hammamiz qiyomat kuni labbayk Allohumma labbayk deb tirilishimizdan Alloh nasib qilgan bo'lsin. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam hamd bayroqlarini shunda qo'yib mahshargohda. Bugun men shafoatimga oladigan ummatlarim degan paytlarida xuddi qora bayroqlarning ichida 5 qashqa ajalib turganidek, tuyoqlarida, peshonasida oq ajalib turdi, qop-qora otlarning ichida. Biz shunaqa ajalib turaylik ilohim. Ya falonchini o'g'li ke, ya falonchini qizi ke, Madina-i Munawvaramda yurgan paytingda menga bergan saloming, etgan salovating, odobing hammadan ko'ra menga manzur bo'lgan edi. Bugun men seni shafoatimga olaman ke desinlar. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam huzurlariga
Shunaqa ma'noda, shunaqa kayfiyatda boraylikki, biz uchun boshlar egilmasin. Men ummatimni ko'pligi bilan faxrlanaman deganlarida ummatim ichidan chiqqan eng odoblilarim degani bizni shu ro'yxatda turaylik. Farzandlarimizga Alloh va uning rasulining muhabbatini shunaqa ekib qo'yaylikki, ular uchun eng aziz inson bu janobimiz bo'lsinlar. Eng ulug' zot Robbimiz azza va jalla bo'lsin. Bundan katta baxt yo'q, ishoninglar jon ojonalarim, hoji dodalarim, siz ham farzandlaringiz ham, nabiralaringiz ham hammangiz bitta dardda, bitta g'amda bo'lsanglar bundan katta baxt yo'q. O'zimizga bir vazifa qo'yaylik, hoji dodalarim, bu bizga tegishli narsa. Biza bularni har bitta bizaniga nikohlangan kunligidan boshlab turib ortgan gramligiga javob beramiz, badaninikiga, gramiga. Chunki biza yedirdik bularni. Bular bizaga Allohim omonat qilib berdi. Har yakshanba kuni odat qilaylik, 10 daqiqa. O'tiraylik. Alhamdulillah yurtimizda hazrat kitoblari juda ham ko'p. Ochaylik, o'qiylik, tafsir o'qiymizmi? Hadis o'qiymizmi? Sirat o'qiymizmi? Inshaalloh ishoning, uyimizga barokat yog'iladi. Allohga yaqinlashamiz shu narsa bilan. Alloh sir beradi. Kashf degan narsa beradi. Odamlar ichida o'tirasiz, o'sha yerda aytdik-ku, xalq bilan bo'lasiz, lekin haqda bo'lasiz, ajralgan holatda bo'lasiz. Odamlar bilan gaplashib o'tiraverasiz, lekin ular his qilmayotgan narsani his qilib o'tirasiz. Ular ko'rmayotgan narsani ko'rib o'tirasiz. Inson bu narsa uchun o'zi yashash kerak emas. Bu narsalar Allohning jamolida hech narsa emas, lekin Alloh mukofot qilib beradi. Qiyomatga yaqin musulmonlar zaif bo'lib ketadi deganlar. Ularni xursand qilish uchun, ularga madad berish uchun Allohim solih tush beradi deganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni, u kishini oila a'zolarini, ashoblarini har kun tushda ko'rish bilasizlar qanaqa sharaf. Abu Bakr bilan har kun kechqurun gaplashingiz bilasizmi qanaqa sharaf. Bundan katta baxt yo'q, ishoninglar. Janobimiz sollallohu alayhi va sallamning ko'zlarini quvonchlari bo'lgan Fatima radhiyallohu anhuning turmush o'rtoqlari Hazrat Ali bir kun o'rtalaridan gap o'tib qoladi-da, masjidga chiqib yotadilar. Bundan oladigan narsamiz nima? Birinchi mana shu joydan desa, aytiladiki, xotin urushib qolsa, bor uyingga ket deyish kerak emas. Haqiqiy o'g'il bola nima ish qiladi desa, uyda o'tiring siz, men sovib kelaman deb o'zi chiqib ketadi ko'chaga. Birinchi oladigan narsamiz shu. Ikkinchisi chiqarkanlar masjid payti gilam bo'lmagan uxlab o'tar ekanlar, yelkalariga turpoq tegib qoladi. Janobimiz yelkalab turib, "Ya Abu Turob" deb erkalaydilar. Ya'ni turpoqning otasi degan. Keyin so'ramaydilar, nima bo'ldi, nima qo'ydi, nimaga urishding demaydilar. Bu degani qaynota har doim hali kuyov bolaga nasihat qilib aralashish kerak emas degani. Oradan yillar o'tadi. Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'ladilar. Mana shu yerda hammamizning yoshligimizda adalarimiz, dodalarimiz bir boshqacha erkalashgan, bir ism bilan erkalashgan. Misol uchun meni xo'ja deyishardi. Adam xo'ja deb chaqirib qo'yardilar. Hazrat Umar qarasalar kelayotgan bo'ladilar. Hazrat Alining o'zidan taxalluslar Abul Hasan bo'lgan. Hasanning otasi degani. Lekin ular nima dedilar? Ya Abu Turab dedilar. Hazrat Aliga shu payt eslariga tushib ketadi. Sizni ilmingizga muhtoj bo'lamiz dedilar. So'rang Amiral Mo'minin, so'rang, men javob beraman dedilar. 3 ta savolim bor dedilar. Birinchi savolim shundan iboratki, nimaga bu dunyoda hamma ham bir-biri bilan do'st bo'la olmaydi? Faqatgina ba'zi insonlar bilan do'st bo'ladi. Ikkinchi savolim shundan iboratki, nimaga gohida ko'rgan tushlarimiz ro'yobga chiqadi, gohida ro'yobga chiqmaydi dedilar. Va uchinchi savolim shundan iboratki, bir narsani aytaman deb turamiz, mana bir daqiqalik ayta olmaymiz. Bir pasda keyin gapirib yuboramiz shu narsani dedilar. Hazrat Ali aytadilarki, kimni ruhlar makonida do'st bo'lgan bo'lsa, albatta bu dunyoda do'stlashadi. Mana hojdodan misol uchun 50-nechinchidir yildirlar, kimdir 60-yil, kimdir 70-yil. Ruhlar makonida ruhlarimiz do'stlashgan ekan, bugun bizni shu yerda do'stlashib o'tiribmiz. Demak, ruhlar makonida ruhlarimiz gaplashgan bizdan. Boshqa firmadan kelmadinglar, aynan biz bilan keldinglar, bugun do'stmiz. Ikkinchisi, inson uxlagan mahalda agar u tahorat bilan uxlasa va sunnatga muvofiq uxlasa, bilasizlar, jasad yerda qoladi, ruh arshgacha ko'tariladi. Va Robbimiz azza va jallani arshida sajda qilgan holatda turadi. Robbimiz azza va jalla farishtalarga kelajakdagi bo'ladigan voqealarni gapirib beradi, u uni eshitadi, keyin izn berilgan payt yana jasadga qaytib tushadi. Keyin hayotda shunaqa narsalardaki, bittasini ko'rasiz, "Mana shu narsani tushimda ko'rganman" deysiz. "Hozir mana bunaqa bo'ladi" deysiz. Endi
tahoratsiz uxlasangizchi, u narsa bo'lmaydi. O'shaning uchun doimiy holatda tahoratda uxlashga, sunnatga muvofiq uxlashga harakat qilaylikki, jasad yerda bo'lganda ruhimiz Robbimizning huzurida bo'ladi shu paytda. Va uchinchisi dedilar, insonning miyasida bulutga o'xshagan narsa suzib yuradi. Hali megabaytga kelib qolganda to'sib qo'yadi, quyosh to'sib qo'ygandek. O'tib ketgandan keyin, ha, mana bunaqa edi deymiz. Men ilm bo'lsam, Ali ilmni darvozasi deganlar. Bu ilmga shu darvozadan kiriladi deganlar. Suhbatimizning oxirini sizlarga bir kishi haqida gapirib bermoqchimiz. Aqaba bayati. Ya'ni jamoratni ko'rdi, tosh otadigan joyda pastda ansorlar bilan o'sha paytdagi Madinalik Yasribligi ansorlar bilan 2 marta ko'rishganlar janobimiz. Ikkinchi uchrashuvga 72 yoki 73 kishi bo'lib kelishadi. O'shalarning orasida 18 yoshli Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu ham bo'ladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bayat beradilar. Janobimiz ko'chib borganlaridan keyin hamma sahobaga yetmagan bir gap aytadilar. Ya Muaz dedilar. Men seni yaxshi ko'raman dedilar. Janobimizdan men seni yaxshi ko'raman deb eshitib bilasizlar qanaqa baxt. Men ham sizni yaxshi ko'raman ya Rasululloh dedilar. Ya Muaz dedilar. Har namozingdan keyin dedilar. Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik etgan dedilar. Xos tavsiya bo'lgan ularga, lekin bizga umumiy tavsiya bo'lgan bu narsa. Muaz radhiyallohu anhu o'shanda bo'lsa 20 yosh yigit bo'lgandirlar. 23 yosh yigit bo'lgan paytlarida ularni Yamanga elchi qilib jo'natar ekanlar, o'zlari piyoda bo'ladilar. Muaz radhiyallohu anhu otda bo'ladilar. Qo'llar shu otni yetaklab ketib etadilar. Ya Muaz dedilar. Sen ketayotgan joy shunaqangi endi insonlari nasroniy diniga berilgan joy. Ularga nima bilan da'vat qilasan dedilar. Qur'on bilan dedilar. Qur'onni topmasangchi dedilar. Sunnat bilan dedilar. Sunnatni topmasangchi desalar, unda o'zim ijtihod qilaman dedilar. Allohning rasuliga ilm bergan Allohga hamd bo'lsin dedilar. Hazrat Muaz radhiyallohu anhu bu darajaga ko'targan narsa nima edi desa, ilm. Insonni aziz qiladigan narsa ham ilm. Insoniyatga foydasi tegadigan ilm bo'lsa bo'ldi. Doktor bo'ladimi, injener bo'ladimi, yurist bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi farqi yo'q. Insoniyatga manfaati tegsa bo'ldi. Endi mutlaq ilm afzali bormi desangiz, ha, u qaysi ilm desangiz, Robbimiz azza va jalla bir bandani yaxshi ko'rib qolsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi. Ya'ni dinni nozu joylarini tushunadigan qilib qo'yadi deydi. Allohim hammamizni va hammamizning zurriyotlarimizni dinda faqih qilsin. Qanaqangi kasb-kor egasi bo'lishimizdan qat'iy nazar, dinning eng nozik joylarini, eng go'zal sirlarini juda ham to'g'ri tushunishi Allohim hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.